ishtiroki bilan buyuk shoirlarimiz saltanat arbobi Zayniddin Muhammad Bobur va Mir Alisher Navoiy janoblarining tug'ilgan haftasini barchangizga muborak bo'lsin deb Boburni eslash uchun bir g'azal tayyorlaganman, sizlarga o'qib beraman. Dunyo o'ni dilin vayron qilsa-da, har yerdan qaqshatmoq zarba bersa-da, Temuriman dedi, qayda bo'lsa-da, Boburni eslamasam ayb bo'lmasmi? Ruhini shod aylab ko'ngil to'lmasmi? Ash'orlaring tinglab sevdim vatanni, ruhi Andijonda hindadur tani, mardlarcha ko'targan dardu sitamni. Boburni eslamasam ayb bo'lmasmi? Ruhini shod etib ko'ngil to'lmasmi? Boburnomani yozib qoldirgan miros, asarda qancha g'am, qancha ehtiroz, uning shoirligi, shohligi ham rost. Boburni eslamasam ayb bo'lmasmi? Ruhini shod etib ko'ngil to'lmasmi? Ziyoda shoirlarga havasda bo'lgin, ular duosi bilan hurmatda yurgin. Bugun ash'or bitmasang ayb bo'ladur. Bobur ruhin shod aylab ko'ngling to'ladur. Rahmatlar.